hozirda ham qarasanglar, o'zini tuqqan bolasiga ham ayrim otalar, onalar rahm shafqat ko'rsatmaydi. O'zini ko'chada asabi tugaganligini, ko'chadagi bo'layotgan ishlardan qalbi ezilganligini, alamini kelib xotinidan oladi, o'zini tuqqan bolasidan oladi. Shunaqa so'kadiki, agar begona odam bo'lsa, yorli bo'lib qoladi. Yana bolasi fosiq, fojir bo'lmaydi bolasi. Namozxon bo'ladi, ibodatxon bo'ladi, ehtimol qori bo'ladi. Shunaqa so'kadi. Nima qilsang nima turaveradi-da. O'zingni bolangga shafqating yo'q. Odammisan sen? Nimani biladi 2-3 yashar bola, Qanday tarbiyalasang, shunday muomala qiladi senga. Rahm shafqat ko'rsata olmading bolaligida, senga hech qachon rahm shafqat ko'rsatmaydi. Bir kun keladi, buni qo'liga kuch o'tadi. Bir kun keladi, sen unga muhtoj bo'lasan. Kamatadin tudan, nima mehr ko'rsatgan bo'lsang, nima muomala qilgan bo'lsang, shu narsa qaytadi.